2 marta 3 marta harakat bo'lgan paytda bu sinib ketish ehtimoli bor. Orsizlantirayotgan paytida u ignamiz og'izda sinib qolgan. Mandibulyar orsizlantirishda uzunrog'idan foydalanish tavsiya qilinadi. Ochib olamiz, burasak, ochildi. Buni ham olayotgan paytda albatta sifatiga, firmalarga e'tibor berish kerak. 2 marta yo 3 marta buradi. Hech qanaqangi igolkamiz sinmadi. O'rnatdik va o'rnashgandan keyin buni burab mahkamlaymiz. Avtomatda o'qlaganda qo'yib, mana ampulani qo'ydik va shprisimizni ishlatishga deyarli tayyor bo'ladi. Ya'ni karpulni shprisga tushadigan o'shalardan foydalanish tavsiya qilinadi. Ishlatishga qulay bo'lgan shprisni ya'ni tanlashimiz kerak bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar, hurmatli bizning sohamizda o'qiyotgan talabalar. Sizlar bilan yana bir marta uchrashib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bizlarga kelib tushayotgan savollardan, bizlarga yo'llanayotgan savollarning ko'p qismi talabalardan keladi. O'sha talabalarimiz yoki o'qishni bitirayotgan bo'lishi mumkin, yoki 3-kurs, 4-kursda o'qiyotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni undan tashqari endi ishni boshlayotgan hamkasblarimiz ham bizga savol yo'llab turibdi. Shulardan eng kattasi, ular uchun eng kerakli bo'lgan mavzusi bu og'riqsizlantirish haqida menga 1-2 marta savollar tushdi. Endi shu og'riqsizlantirish haqida tushuntirishdan oldin bizlar og'riqsizlantirishda ishlatiladigan shprislarimiz haqida, igolkalarimiz, ya'ni ignalarimiz haqida, dori preparatlarimiz haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'tamiz. Shaxsan o'zim foydalanadigan, ya'ni og'riqsizlantirish usullari haqida qisqacha shu yangi ish boshlayotgan mutaxassis hamkasblarimizga va undan tashqari stomatologiyada bitirayotgan hamkasblarimizga gapirib bermoqchiman. Men shaxsan o'zim og'riqsizlantirish usulida karpulli shprislardan foydalanaman. Buni har xil variantlari bo'lishi mumkin. Masalan, bunaqa variantlari keyin shunaqa karpulli shprislar bo'lishi mumkin. Bu shprislarga, demak, shu og'riqsizlantirishdan oldin bu shprislarda nimasiga e'tibor berish kerak? Ya'ni bu shprislar tanlashda qanaqa qilib tanlash kerakligini savollarga qisqacha javob beramiz. Demak, bu shprislarimizni olayotgan paytida ko'pincha e'tibor berishimiz kerak bo'ladi, ya'ni uning uchki qismiga. Ya'ni bizlar igolka, ya'ni ignasini kirgizadigan joylarimiz hech qanaqa shikast yemaganmi? Buning atrofidagi shu prujinalari tortganda yaxshi ishlaydimi? Ya'ni to'g'ri sog', ya'ni sifatli ekanligiga va sifatli toza ishlatishga qulay bo'lgan shprisni ya'ni tanlashimiz kerak bo'ladi. Endi bundan tashqari bizga og'riqsizlantirishda nima kerak bo'ladi? Bizga kerak bo'ladi ampulalarimiz kerak bo'ladi. Ya'ni men o'zim foydalanaman, Artikaindan foydalanaman. Bu hech qanaqa reklama emas. Artikain o'zi reklamaga bizning hududda muhtoj emas. Juda ko'p stomatologlarimiz shundan foydalanadi. Bu Artikainning ampulasini mana ochib, bitta olib, shprisimizning ichiga o'rnatamiz. Endi qo'limda perchatka yo'q, faqat shu sizlarga ko'rsatish uchun bo'lgan holatdaman. Lekin bizlar buni tavsiya qilamiz. Shu demak, qo'limizda perchatka bilan ushlashimiz kerak bo'ladi. Endi ko'pincha hamkasblarimizda kuzatiladi yoki endi ish boshlayotgan hamkasblarimizda, talabalarda kuzatiladi. Shu listimizni qog'ozni butunlay olib tashlaydi. Unaqa olib tashlash hech qachon tavsiya qilinmaydi. Sababi bu toza saqlanish kerak bo'ladi. Ya'ni ampulamizning uchki qismiga biz igna tiqamiz. Bu joy toza bo'lishi kerak. O'shaning uchun ustidagi qog'ozni olib tashlamagan ma'qul. Ya'ni shu holatda tursin, siz har ishlatganda bitta-bitta olib ishlating. Endi buni o'rnatish tartibi juda ham oson. Demak, ignamiz kiradigan joyi shprisimizning uchki qismiga tiqiladi va prujinasini tortib buni joylashtiramiz. Bu shprisdan foydalanishimiz juda ham oson. Mana ampulani olamiz va joyiga xuddi avtomatda o'qlaganda qo'yib, mana ampulani qo'ydik va shprisimizni ishlatishga deyarli tayyor bo'ladi. Tanlagan karpulimiz o'zimiz uchun juda ham qulay bo'lishi kerak. Buning har xil variantlari bor. Masalan, metalli mana bunaqa variantlari bor. O'zingiz uchun qanaqa qulay bo'lsa, shuni tanlaysiz shprisimizda, ya'ni karpul shprisimiz o'zimiz uchun qulay bo'lishi kerak. Endi bunga yana nima yetishmaydi? Bundan tashqari uchiga demak ignamiz.
Ignamizda ham har xil turlari bo'ladi. Ya'ni uzunligi har xil, uzun kaltali, ya'ni ichi qismini, shu ignaning uchki qismi uzunligi har xil bo'ladi. Mana kalta bo'lishi mumkin, o'rtacha uzunroq, ya'ni mandibular og'riqsizlantirishda uzunrog'idan foydalanish tavsiya qilinadi. Buni ham olayotgan paytda albatta sifatiga, firmalarga e'tibor berish kerak. Ya'ni arzonni olaman deb turib, unda har xil asoratlar qoldirgandan ko'ra yaxshi firmada, sinalgan firmalarni olib ishlatgan yaxshiroq. Endi bu igolkamizning uchki qismi oddiy, masalan, 2lik shpritsimiz yoki 5lik shpritslarimizga nisbatan ingichkaroq bo'ladi. Endi buni o'rnatish tartibi qanaqa? Ochib olamiz, burasak, ochildi. Ochilgandan keyin sizga tavsiya qilaman, bu uchki qismini tashlab yubormang. Ya'ni igolkamizning ignasining uchiga tiqib qo'ysak bo'ladi. Chunki ishlatib bo'lganimizdan keyin buni igolkani utilizatsiya qilishga qulay. Undan keyin biz shpritsga buni o'rnattiramiz. Ya'ni ignani o'rnatamiz. O'rnatdik va o'rnashgandan keyin buni burab mahkamlaymiz. Endi karpunli shprits olayotgan paytda yana bir narsaga e'tibor bering. Shu ichi qismida ko'pincha bizlar ignani o'rnatadigan joyimiz har xil razmerda bo'lishi mumkin. Kichkina bo'lishi mumkin yoki kattaroq. Kichkinasi bo'lib qolgan paytda bu olgan igolkalarimiz, ya'ni ignalarimiz bunga o'rnashmaydi. Ya'ni o'rnashtirgan paytimizda mana bunaqa o'ynab qoladi. Shuning uchun bir-biriga to'g'ri kelish kerak. Va mana karpunli shpritsimiz ishlatish uchun tayyor. Endi yana bunga qo'shimcha qilib aytib o'tib ketaman. Shu og'riqsizlantirish paytida, demak bizlar karpunli shpritsni qanaqa tayyorlash kerak bosqichlarini tanishib oldik. Endi og'riqsizlantirish paytida bu shprits bilan ishlagan paytimizda qanaqa asoratlar bo'lishi haqida yana qisqacha tanishtirib o'taman. Asorat bo'lishi mumkin. Bu ignamiz mana ko'rib turibdiki, juda ham ya'ni ingichka. Soch tolasiga o'xshab ingichka. Endi soch tolasi deya olmaymiz, ingichka bo'ladi. Endi buning sinib qolish ehtimollari bor. Bu qachon sinishi mumkin? Qachonki bundan noto'g'ri foydalansak. Endi bu hozirgi mening qo'limda turgan ignamiz juda ham sifatli, sinalgan firmaniki. Men o'zim ishlataman necha yildan beri, Xudoga shukr, hech qanaqa asorat bo'lmagan. Lekin ba'zi bir firmalarning ignalari o'zida, ya'ni ishlatgan paytimizda har xil asoratlar qoldirishi mumkin. Endi ignani sinab ko'rish uchun mana qo'limda bilagi instrument bilan uni burab ko'raman. Bu sinadimi? Mana 2 marta yo 3 marta buradim. Hech qanaqangi igolkamiz sinmadi. Demak, bizlar foydalanayotgan paytida igolkamizning bu qismi sinish ehtimoli juda ham kam ekan. Ya'ni bu qismida bizlar qayirgan paytimizda sinish ehtimoli juda ham kam ekan. Men hozir ancha-muncha burab tashladim. Singani yo'q. Lekin buning ignamiz chiqqan joyi, mana ignamiz plastmassa bilan uchrashgan joyini endi sinab ko'ramiz. Bu yerda qanaqa vaziyat bo'ladi? Bir marta buradim, mana. Ikkinchi marta buradim. 3 marta buradim, sindi. Demak, nima qildim? Bir marta buradim, 2 marta va 3-chi burachimda sinib ketdi. Ko'pincha bizlar og'riqsizlantirishni amalga oshirayotgan paytida mana shu yerdan ignamiz sinib qolishi mumkin karpunli shprits. O'shaning uchun ko'pincha bizlar yangi shu bizning sohamizga kirib kelayotgan mutaxassislarga maslahat beramiz, og'riqsizlantirishda juda ham ehtiyot bo'lishingiz kerak. Endi mana shu bizlar hozir uchini sindirib tashlagan igolkamizni qanaqa yechishimiz kerak? Buni demak ustidagi qopqog'ini joylashtirdik, mana burasak yechiladi va mana qolgan qismi bor. Bu qismi ochiq qoldirmaslik uchun bizlar boshida aytdik, shu dum qismi bilan, ya'ni tashlab olgan qismi bilan yopib qo'yamiz va buni utilizatsiya qilib olsak bo'ladi. Ya'ni shu foydalanishga bo'lmaydi, shu foydalansa bo'lmaydi bundan. Endi buni uchiga men yangisini o'rnataman hozir, chunki yana aytadigan gaplarimiz bor. Ya'ni buradim. Karpunli shpritsdan foydalanish juda ham oson. Faqat ehtiyot bo'lib foydalanish kerak.
Endi bemorga buni ishlatishdan oldin sizga maslahat beramiz. Ya'ni buni sinab ko'ring. Ya'ni bosgan paytingizda haqiqatan mana iголkamizning ustidan shu iголkamizdan ya'ni ignamizdan preparatimiz ishlatadigan preparatimiz chiqib turishi kerak bo'ladi. Endi bu preparatni, ya'ni bu og'riqsizlantiruvchi moddani bemorga yuborishda imkon qadar sekin yuborishimiz kerak. Ya'ni sekin degan paytda buni olib turib, ya'ni 1 millilitr yoki 2 millilitr bo'ladigan bo'lsa, 1 litr bo'ladigan bo'lsa, uni tez yuborib olmasdan imkon qadar sekin yuborishimiz kerak. Ya'ni 1 minutda 1 millilitr og'riqsizlantiruvchi modda yuborish kerak. Ya'ni qancha sekin yuborsangiz, sizning og'riqsizlantiruvchi moddangizning ta'siri uzoq bo'ladi va og'riqsizlantirish yaxshi amalga oshadi. Imkon qadar sekin amalga oshirish kerak. Ya'ni bu og'riqsizlantirish usulini juda ham sekin amalga oshirishimiz kerak. Endi men shu yaqinda ishni boshlayotgan mutaxassis hamkasblarimizga yana bir maslahat berardim. O'zingizning amaliyotingizda foydalanayotgan paytda og'riqsizlantiruvchi vositani yaxshisini tanlashga harakat qiling. Sababi ba'zida bizlar har taraflama ekonomiya qilamiz deb turib, ya'ni tejab qolamiz deb turib, og'riqsizlantiruvchi moddalarni arzon ishlatamiz. U dori preparatlari bemorimizga salbiy ta'sir qilib, har xil anafilaktik shokka yoki hushdan ketish, har xil holatlarda, noxush holatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun ham men sizga tavsiya qilaman, boshidan ishlatgan paytda, ya'ni og'riqsizlantiruvchi moddani yaxshisini ishlatishni tavsiya qilgan bo'lardim. Undan tashqari, bu hamkasblarimizga bemor kelgan paytda birinchi o'rinda bemordan anamnezni to'liq yig'ib olishni tavsiya qilardim. Ya'ni bemor keldimi, siz anamnezni to'liq so'rab bilib oling. Ya'ni unda har xil moddalarga allergiya bor yo'qligini so'rang. Agar bemorning o'zi bilmaydigan bo'lsa, unda har xil sinamalarni amalga oshiring. Shunda siz qilgan preparatingiz unda har xil asoratlarni qoldirmasligi, har xil ko'ngilsizliklar keltirib chiqarishini oldini olgan bo'lasiz. Endi yana karpun shpris haqida nima deyishim mumkin? Karpun shprisni yana bor bizlarda bu hozir, ya'ni buni ishlatganimdan keyin men bitta bemorga ishlatdimmi, buni bizlar sterilizatsiyaga chiqarib yuboramiz. Sterilizatsiyadan bizga qaytadan shu avtoklavda sterillab beradi. Bundan tashqari buning одноразовый turlari ham bor, ya'ni bir marta ishlatiladigan karpun shprislar ham bor. Bir martaligini men hali o'zimning amaliyotimda bir marta yoki 2 marta qo'llaganman, ko'p qo'llamaganman, ya'ni bizning bozorimizda topish qiyin. Undan tashqari buning maxsus avtomatlashgan turlari bor. Bu turlari, ya'ni shu o'zida mexanizmida, ya'ni biza shu knopkani bosib qo'ysak, o'zi avtomatik ravishda sekin dorini yuboradi. Bizlar uni karton shprisni faqat ushlab tursak bo'ldi. Ya'ni 1 minutda 1 millilitr yuboradi. Endi agar sizda shu boyagi praktika payti ukol qilgan paytingizda, ya'ni og'riqsizlantirayotgan paytingizda, mandibularni og'riqsizlantirayotgan paytingizda iголkamiz sinib qolsa, bunda nima qilish kerak? Ya'ni men hozir operatorimizdan iltimos qilamiz, rasmni ko'rsatib ketamiz, ya'ni rentgen tasvirini qo'yib ketamiz o'sha joyga. Bir bemor bor, 13 yoshli bemor, unda shifokor og'riqsizlantirayotgan paytida u ignamiz og'izda sinib qolgan. Ya'ni sinib qolgandan keyin undagi holati, ya'ni rentgenga tushirib olingan. Biz tasvirda ko'rsatib beramiz. Endi bunaqa holatda nima qilish kerak? Imkon qadar birinchi o'rinda shifokor bemorimizning og'zini ko'p harakatlantirishga yo'l qo'ymaslik kerak. Chunki bizlar bemorda ukol, ya'ni og'riqsizlantirish amalga oshirgan paytimizda agar igna sinib qoladigan bo'lsa, bemorlarimizga aytganimizda bemorlarimiz har xil psixologik holatga tushib qoladi va o'zi har xil ko'p gapirib, bemorga qattiq gapirib, bemorga har xil haqor so'zlarni shifokorga har xil gaplarni gapirishni boshlaydi. Qancha mushak ishlasa, u ignamiz ya'ni ichkariga qarab ketaveradi. Uni topishimiz qiyin bo'ladi. Imkon qadar bemorni tinchlantirib, gapirmaslik tavsiya qilinadi. Ya'ni shu holatda yoki shifokorning o'zi yoki birorta xirurg, stomatolog, ya'ni uni olib berishi mumkin. Ya'ni ozgina shu kesim o'tkazdirib, mushakni ochib, ichidan olib berish mumkin. Agar
bemorimiz ko'p gapirsa, u ignamiz yana mushak harakatlanish hisobiga igna chuqurroqqa kirib ketadi va uni olib tashlash juda ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun agar shunaqa holat, noxush holat bo'lib qolgan paytda bemorni gapirtirmasdan tinchlantirib, shu imkon qadar shu holatda xirurg jarroh, ya'ni stomatolog olib borishga yoki shu stomatologni o'zi olib tashlash kerak bo'ladi. Bunaqa holatlarning oldini olish uchun bizlarda ignalarimiz uzunlari bor. Ya'ni maxsus mandibulyar og'riqsizlantirishda foydalanadigan ignalarimiz bor. Ya'ni kartonni shpritska tushadigan, o'shalardan foydalanish tavsiya qilinadi yoki bu bilan foydalangan taqdirda ham ko'p qo'pol harakatlar qilmaslik tavsiya qilinadi. Chunki bizlar mandibulyar og'riqsizlantirish qilayotgan paytimizda qo'limiz ko'p qo'pol harakatlar qiladi. Boya bizlar ko'rdik, sinab ko'rdik. Ya'ni 2 marta, 3 marta harakat bo'lgan paytda bu sinib ketish ehtimoli bor. Ya'ni ikkitaga garantiya beradi kompaniya. Uchinchisida уже sinib ketadi. Shuning uchun ehtiyot bo'lib ishlatgan ma'qul. Ya'ni ehtiyot bo'lib ishlatish tavsiya qilinadi. Bu darsliklarimizda yana yetmagan ma'lumotlar bo'lsa, sizlar kommentariyada yozib qolsalaringiz, keyingi videolarimizda yana to'ldirib aytib o'tishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Savollar bo'lsa, bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Rahmat.